Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan ultratovush qurilmasini ishlatish ko'rib chiqamiz. Ultratovush qurilmasida mana shu qismlar mavjud. Birinchisi protsessor, bu ultratovushchi miyasi. Ikkinchisi bu datchiklar, ya'ni transdyuserlar. Uchinchisi bu display, ekran, ya'ni bizga ko'rinib turadigan tasvirni joyi. To'rtinchisi foydalanuvchi interfeysi. Buni ko'rib chiqamiz. Beshinchisi boshqaruv paneli. Protsessor ultratovush qurilmasini miyasi bo'lib, unda hamma kerakli amallar bajariladi. U bilan biz shug'ullanmaymiz, uni texnik ko'radi. Biz ishlatadigan narsamiz bu datchik. Datchikni ishlatishdan oldin ustiga gel suramiz. O'rtada qolib ketgan havoni yo'qotadi va natijada ultratovush to'g'ridan-to'g'ri datchikdan inson tanasiga o'tadi. Datchikni tanaga qo'yganimizdan keyin ekranda tasvir paydo bo'ladi. Bu joyda biz tasvirni qaysi yo'nalishda ko'rayotganimizni aniqlab olishimiz uchun maxsus belgi bo'ladi. Datchikdagi belgi mana bunaqa ozgina bo'rtiqlik yoki rangli shaklda bo'ladi. Mana shu belgi bizani ekranimizdagi mana bu belgiga, ya'ni mana shu markerga to'g'ri keladi. Har xil apparatlarda uni firmasidan kelib chiqqan holat markerlar har xil bo'lishi mumkin, lekin umumiy olganda ma'nosi bir xil. Datchikning belgili tarafi har doim ekranni mana bu markerli tomoniga to'g'ri keladi. Ultratovush datchigini qo'limizga olganimizdan keyin inson tanasida xuddi samolyotda qimirlatganga o'xshatib qimirlatib tasvirlarni hosil qilishimiz mumkin. Bu oldinga va orqaga yurib tasvirni o'zgartirish, keyin o'ngga va chapga yurib tasvirni o'zgartirish, keyin oldinga og'dirish, orqaga og'dirish, keyin rotatsiya qilish, ya'ni tasvirni kesmasini 90 gradusga o'zgartirish uchun 90 gradusga burish, o'ngga chapga og'dirish va tuzilmalarni bosib ko'rish. Ya'ni datchikni tanaga qattiqroq bosib ko'rish. Datchikni o'zgartirish orqali biz har xil kesmalarni hosil qilamiz va a'zoni har xil tomondan ko'rishimiz va o'lchash imkoniyatiga ega bo'lamiz. A'zolarning tasviri yaxshiroq hosil bo'lish uchun datchik ichidagi kristallar soni ko'proq bo'lishi kerak. Asosan 128 tadan 512 tagacha bo'lgan kristallar soni ishlatiladi. Kristallar soni oshishi bilan tasviri sifati yaxshilanadi. Keyingi qurilmaning tarkibiy qismi bu monitor. Alohida monitor asosan statsionar va mobil ultratovush qurilmalarida bo'ladi. Monitorlar har xil bo'lishi mumkin. Asosan ular o'lchami va sifati bilan farqlanadi. Chunki monitorlar ham o'zining parametrlari mavjud. Kadrlar chastotasi, kontrastli darajasi, piksel zichligi, rezolyutsiya darajasi kabi juda ko'p parametrlar mavjud. Mana shu parametrlar yordamida tasvir sifati o'zgaradi. Cho'ntak ultratovush qurilmalarida bo'lsa, monitor bu telefon ekrani yoki planshet bo'ladi. Ultratovush monitori va boshqaruv paneli xuddi televizor va pultga o'xshab o'zaro bog'langan bo'ladi. Statsionar va mobil ultratovush qurilmalarida bu narsalar alohida qism bo'ladi, lekin cho'ntak ultratovushida monitor, boshqaruv paneli, telefonning ekranidagi maxsus dastur ichida bo'ladi. Keyingi qism bu foydalanuvchi interfeysi, bu boshqaruv panelining qismi hisoblanadi. Bu interfeys yordamida datchiklarni tanlash, tekshiruv a'zolarini belgilash mumkin. Ba'zi qurilmalarda bu interfeys bo'lmaydi, u boshqaruv panelining ichiga kirgizilgan bo'ladi. Cho'ntak ultratovush qurilmasida bo'lsa, u dasturning ichidagi telefonning ekranida bo'ladi. Umuman olganda boshqaruv panelining turlari juda ham ko'p, lekin barcha ultratovush qurilmalarida boshqaruv paneli standart bo'ladi. Boshqaruv panelini shartli 3 ta qismga bo'ladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, boshqaruv panellarini chekkasida ultratovush datchiklari turadigan joy bo'ladi, o'rtada trackball, bu kompyuterdagi mishka vazifasini bajaradi va uni atrofida har xil tugmalar joylashgan bo'ladi. Boshqaruv panelini xuddi televizor pultiga o'xshatsa bo'ladi. Masalan, televizor pultida ekranni yoqish, kanallarni o'zgartirish, ovozni balandroq qilish, tasvirni qoraroq, oqroq qilish, ba'zi bir zamonaviy televizorlarda bo'lsa, ekrandagi tasvirni qotirib qo'yish imkoniyati mavjud bo'lsa, xuddi shunaqa ultratovushchi boshqaruv panelida ham tugmalari shunga o'xshagan vazifalarni bajaradi. Keyin boshqaruv panelini, tugmalarini, funksiyasini ko'rib chiqamiz. Birinchi tugma qurilmani yoqish, o'chirish tugmasi. Bu tugma yordamida qurilmani yoqish yoki o'chirish mumkin.
Datchikni tanlash tugmasi. Bu tugmalar yordamida biza qaysi a'zolarni tekshirmoqchi bo'lsak, o'sha a'zolarga mos ravishda datchiklarni tanlashimiz mumkin. Tasvirdagi fokusni boshqarish tugmasi. Bu tugmani burashimiz natijasida biza ko'rayotgan sohamizni aniqlashtirib olishimiz mumkin. Mana ekranning chekkasida o'zgarayotgan ko'rsatkich yordamida aynan qaysi joyi aniqroq ko'rsatishi aniqlab olamiz. Ekranning yorug'ligini boshqarish tugmasi. Bu tugmani ham burashimiz natijasida ekranning yorug'ligi o'zgaradi yoki oqaradi yoki qorayadi. Shuning natijasida biza ko'rmoqchi bo'lgan a'zolarni yoki tuzilmalarni aniqroq, yaxshiroq ko'rishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. O'zimizga moslab turib tasvirlarni ko'rsak bo'ladi. Ekranning yorug'ligini alohida holda ham o'zgartirish mumkin. Bu TGC control deyiladi. Ekranning ma'lum bir qismlarining yorug'ligi ma'lum bir tugmalar bilan o'zgartiriladi. Mana bu yerda ekranning har bitta sathini ma'lum bir tugmaga bog'lagan bitta tugmani o'zgartirishimiz ekranning aynan mana shu sathida yorug'ligi ko'payishi yoki kamayishiga sabab bo'ladi. Masalan, bu sohani kamaytirib, bu joyi umuman qoraytirishimiz mumkin. Buning natijasida ko'rmoqchi bo'lgan tuzilmamizni qoldirib, boshqa sohalarni qoraytirib, ko'rib olishimizga imkoniyat paydo bo'ladi. Keyingisi chastotani boshqarish tugmasi. Bu tugma yordamida biza tasvir sifatini chastotani o'zgartirish yordamida yaxshilaymiz. Chastotani o'zgartirish orqali biza nafaqat tasvir sifatini yaxshilashimiz yoki chuqurroq joylashgan tuzilmalarni ko'rish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Chuqurlikni boshqarish tugmasi. Bu tugma yordamida biza tasvirni yuzaki tana qismlaridan yoki chuqur tana tuzilmalaridan olish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Tasvirni o'lchamini boshqarish tugmasi, ya'ni kattalashtirish va kichiklashtirish tugmasi. Bu tugma yordamida biza belgilangan joyi kattalashtirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerak, tasvirni kattalashtirsak, tasvir sifati o'zgarishi mumkin. Trackball yordamida kattalashtiradigan hududni belgilab olamiz. Shundan keyin o'sha joyni kattalashtirib, kerakli tuzilmaga yaxshiroq qarashimiz mumkin. Rangli Doppler rejimi tugmasi. Bu tugmani belgilashimiz bilan biza rangli Doppler rejimiga o'tamiz. Mana belgilangan hududda biza rangli Doppler rejimi bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Trackball bilan mana shu hududni kengaytirishimiz, joyini o'zgartirishimiz mumkin. Shu bilan birga Dopplerning intensivligini kuchaytirishimiz yoki pasaytirishimiz ham mumkin. Energetik Doppler rejimi tugmasi. Bu tugma yordamida energetik Doppler rejimini yoqishimiz mumkin. Xuddi shunaqa trackball bilan tekshirayotgan joyimizni aniqlashimiz, hududni kengaytirishimiz, kamaytirishimiz mumkin. Energetik Doppler rejimini ham intensivligini oshirishimiz yoki pasaytirishimiz ham mumkin. Qo'shaloq ekran tugmasi. Ya'ni ikkitali ekran tugmasi. Bu tugma yordamida biza ekranni ikkita ekranga ajratishimiz mumkin. Buni natijasida bitta tana a'zosini ikki xil kesmasini olishimiz mumkin. Koronal sagital yoki koronal aksial yoki a'zoning ikkita qismini bir-biriga solishtirishimiz mumkin. Masalan, bitta ekranda qalqonsimon bezi o'ng bo'lagi, ikkinchi ekranda chap bo'lagini qo'yib, bir-biriga solishtirishimiz mumkin. Yakka ekran tugmasi yoki bittalik ekran tugmasi. Bitta ekranga o'tib olish tugmasi. Klip tugmasi, ya'ni qisqa video qiladigan klip tugmasi. Bu tugma bizga ultratovush tekshiruvini qisqa videosini qilib ko'rish imkoniyatini beradi.
Tasvirni to'xtatish, muzlatish yoki qotirish tugmasi. Bu tugma yordamida tasvirni to'xtatib qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi. Har xil qurilmalarda har xil rasmli bo'ladi. Ba'zi qurilmalarda qor parchasini tasvirga tushirilgan tugma bo'ladi. To'xtagandan keyin trackballni ozgina qimirlatsak, oxirgi bir nechta tasvirni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bitta tasvir qotmaydi, bir nechta tasvirni saqlab qo'yadi. Tekshiruvni davom etish uchun tugmani qaytadan bossak, biz yana real tasvir holatiga o'tamiz. Masofani o'lchash tugmasi. Masofani o'lchash tugmasi yordamida biz qotirilgan tasvirda o'lcham olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu uchun biz trackballdan foydalanamiz. Trackballda o'lchaganimizda ekranni pastki qismida masofa chiqadi. Bundan tashqari burchakni o'lchash, yuzani o'lchash yoki hajmni o'lchash imkoniyatlari ham mavjud. Tasvirga yozuv yozish tugmasi. Bu tugma yordamida biz tasvirga yozuv yozish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kerakli joyi belgilab, bu joyga kerakli yozuvimizni yozib qo'yishimiz mumkin. Piktogramma tanlash tugmasi. Bu tugma yordamida biz tanani aynan qaysi qismini ko'rganimizni belgilab qo'yishimiz mumkin. Kichkina rasmchalarni tasvirda qoldirib, keyinchalik qaysi qism ko'rilganini adashmasdan aniqlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Saqlab qo'yish tugmasi. Bu tugma yordamida ultratovush qurilmasi xotirasida ma'lum bir ma'lumotlarni saqlab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, tasvirni chop qilish tugmasi. Bu tugma yordamida tasvirni maxsus qog'ozga chiqazish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu qog'ozni keyin bemorga taqdim qilishimiz mumkin. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.